Seloslarda ham narxi yomon oshib ketdi. Yaguarda o'rilgan seloslar 20 kilolik qopi 18 ming so'mga to'g'ri keladi. Ko'chada sotiladi. 900 so'mdan degani 1000 so'm atrofida kiloga bo'lyapti-da seloslar. Hozir beda beryapmiz. Ratsioni bir xilda ha deb selos yursa ham zerikib qoladi-da. Har xil bedada boshqa vitamin bo'lsa, selosda boshqa vitamin bo'ladi. Ratsionni o'zgartirib turish kerak-da hayvonlarda, har xil ovqat. Kuniga osh yursa ham, kuniga go'sht yursa ham odam zerikadi. Shunda hayvonda ham ratsionni bir haftada 2 marta o'zgartirib turamiz-da. Beda, selos shu topganimizda shunaqa qilib berib